ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت نورت المدينة مرحبا يا خير داع هجرة الهادي ستبقى فجر تاريخ عظيم هجرة الهادي ستبقى فجر تاريخ عظيم وبها الأرواح ترقى نحو جنات النعيم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت نورت المدينة مرحبا يا خير داع مرحبا يا خير داع Men bu musobaqada eng oldida ketyapman. Qizil mashina tez bo'l, tez bo'l. Ali, bu yeni oyun mu? Tez bo'l, tez. Yeşil mashinaning oldiga o'tib ket. Habballi, mana endi bo'ldi. Tez bo'l. Ali, senden sual so'rayapti, men anlamading mu? Nim bo'ldi Fatima? Nima gaping bor? Bu oyun yeni mu? Shundaq, yangi chiqqan bir o'yin. Ko'rmayapsansan? Ko'rdim. Ammo sen buni qanday qilding? Senda pul yo'q edi-ku. Nemish bunday gaplarni so'rab yuriysan? Chunki yeni oyun olganingni bilmaydim. Do'stim Samining o'yini. Endi o xotirjam bo'lgansan? Sami uni sana o'ynab turishga ariyat berdi-mi? Yo'q, saboqdishim Anas uningdan ariyat olib ekan. Men Anasdan oldim. Samiga demay shunday qildingmi? Ha, bunday qilsam nima bo'pti? Apla, mashina tog'dan tushib ketgan tas qoldi. Yuqoriga chiq, tez bo'l. Ha, yo'lga chiq. Tushundim. Bu o'yinni saboqdishing Sami Anasga omonat qilgan. Omonat bu emasmi? Sening nima chatig'ing? Ali, mening sen xato qilyapsan. Saboqdishimdan bir o'yin ariyat elishdan nemiz xato ekan? Sami bu o'yinni sen qanday berdi? Sen bu ishni nimachi zig'irlab ketsan? Bu ishda bir savallik bor. Sami uning Anasga omonat qilib beribdi ekan. Apla, bu nima endi? Assalomu alaykum. O'yin o'ynayotgan edim, kompyuter tuyuqsiz o'chib qoldi. Qayt qo'zg'atay desam-mu, ichilmayotdi. Qanday qilsam bo'lar? Undaqda remotchining yeniga opiray. Tazim bir falokat ish bo'ldi-da bu. 1 soatdan keyin kompyuterni olib boraman. Endi Anasga nim deysan? Chotoq bo'ldi endi. Omonat deb qapshibli ketding-ku. Bo'lg'uliq bo'ldi. Endi qo'limdan boshqa ish kelmaydi. Nima ish bo'ldi bolam? Bova, bir saboqdishim yana bir do'stidan ariyat olgan narsani men o'tni elib ishlatsam xato qilgan bo'lamdimi? Shundoq. Sen va saboqdishing xato qilgan bo'lasizlar o'g'lim. Nemishqa bova? Chunki saboqdishingning do'sti uni bir kishiga ishinib omonat qildi. Saboqdishing uni senga bersa, omonatni saqlamagan bo'ladi bolam. Bova, ishonchlik odam qanday bo'ldi? Ishonchlik odam deganimiz biri pul mol yoki narsa kerak omonat qilganda uni diqqat bilan saqlash kerak. O'zining narslarini qo'g'digandek qo'g'dishi, yo'qitib qo'ymasligi uchun hushyor turishi kerak. Keyin bu omonatni egasiga qaytarib berganda, ilgari olgan chog'dagidek saq qaytarib bersa, bundoq kishi ishonchlik odam bo'ladi. Alloh taolo bizga omonat haqida Rabbinglar sizlarni omonatlarni egasiga qaytarib berishga buyurdi. Unutmanglarki, Alloh hammani anglab, ko'rib turdi degan. Bova, omonat deganlik faqatla mol dunyoni ko'rsatamda? Men qara bolam. Omonatlarning turlari bor. Masalan, boshqalarning sirrini saqlash, vaqtmi bir xil omonat. Ibodatlarni vaqtida ado qilish bir omonat. Va'daga vafo qilishmi omonat. Voy xudoyim-ey, bularni hammasi omonat kiramdi? Shundoq Fatima, boshqa omonatlarmi bor? Hozircha ularni demadim. Rostini aytganda saboqdishim bilan men omonatni yaxshi saqlayamaptimiz bova. Samidan kechirim so'rab, Allohga tavba qilishim kerak, shundaqmi bova? Obirin bolam. Endi hikoyamizning davomini
Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning hayotini o'rganaylik. Yuringlar, boqqa chiqib deb beray. Shunda qilib Salmoni Farisi raziyallohu anhuning taklifi bo'yicha Xandaq qizish boshlandi. Payg'ambarimiz bilan musulmonlar planni ijro qilishga yo'naldi. Buva, Xandaq ne qizildi? Payg'ambarimiz Xandaqni shaharning shimoliga qazmoqchi bo'ldi. U yer bir ochiq yer bo'lib, sirtdan Madinaga kirmoqchi bo'lganlar mush yerdan kiratdi. Shaharning boshqa taraflari bino va xurmo daraxtlari bilan qoplangan edi. Shunga ular dushmanlarning kelish ehtimoli bo'lgan tarafga Xandaq qazishga boshladi. Maşallah, Peygamberimiz dümbüsüde topu toşuvatıdı. Emgak qilishning ibodat ekanligini bizga ko'rsatadi. Alloh jamoatga yordam qiladi. Assalomu alaykum qarindoshlar. Va alaykum assalom. Qanday ahvoling? Salman, sana muborak bo'lsin qarindishim. Payg'ambar alayhissalom seni tilga elib, mening ahli beytimdan biri dedi. Allohga shukr, Peygamberimiz meni eng to'g'ri yo'lga boshladi. Islomning ne'matlariga, dinimizga va Allohga tashakkur aytaman. Boshlagan ishimizni davomlashtiraylik. Vaqt oz qoldi. To'g'ri deysan qarindishim. Ey Allah'ım, sen bildirmegen bolsan, yolumuzni bilenmeydik. İman e'tiqodliq bolanmaydik, namozni bilenmeydik. Payg'ambar bizga nur kabi keldi. Birlik ittifoqimiz bilan putimiz yerga dasidi. İmansizlar bizga hujum qildi. Inoqligimizni buzmoqchi bo'ldi. Biz uni rad qildik. Ha? Bu bir tozaq. Arablar Xandaqni bilmaydi. Ularning yanında Eronlik bir odam bormish. Xandaq qizish taklifini u beribdi-dek. Ey Abu Sofyan, endi qanday qilamiz? Ularning atrofini qo'rshaymiz. Qo'rshaymiz devatamsa, biz buningga tayyorlik qilmadik. Ey Abu Sofyan, buningga bek ko'p vaqt ketadi. Bular haqiqatan aqlli ekan. Muhammad va tarafdorlari bizni muasirga oldi. Endi qanday qilamiz? Mush yerda post turib saqlaymiz. Men, sen, Amr ibn As, Ubayr ibn Abu da'vatlashib qo'mondonlik qilamiz. Urush tugaganga qadar kuzatchilik qilamiz. Muasire uzun davamlaştı. Şehirde pişni pasatçılar bilen Yahudiler jim turmadi. Peygamber aleyhisselam Allah'a mundaq iltica qildi. Ey Allah, bizga kitap nazil qilding. Sen tez hesap olg'uchisan. Bizga qarshi ittifoq tuzgan dushmanlarimizni tarmar qilgin. Ularni mag'lub qilgin. Bu yerdan qo'g'lib etkin. Ey Abu Sofyan, askarlarimiz bek tushkunlashib ketdi. Bu urushdan natija chiqmag'dak. Nemishqi bundaq deysan? Bundaq gaplarni qilg'uchi bo'lma. Askarlarning kayfiyatini yaxshila. Bu urush bek muhim. Cho'qim bir natija chiqmasa bo'lmaydi. Qo'rqush, ochliq va so'g'uq jondan o'tdi. Aldirma, ular hujumga o'tish uchun tayyorlansin. Ularga ajallik zarba beraylik. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب
neymiş bu oğlum? To'xtanglar, qochmanglar, to'xtanglar da'vatimni. Ha? Neymiş bu oğlum? Tayyorlaninglar. Makkaga qaytish uchun tayyorlaninglar. Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar. Ey musulmonlar, Rasulimiz uyimizga qaytsak bo'ldiganligini aytdi. Allohning yordami bilan bizga g'alaba nasib bo'ldi. Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar. La ilaha illalloh. Alloh va'dasini amalga oshirdi. O'ziga ibodat qiluvchilarni ustun qildi. Askarni qo'shal qildi. Birlashgan dushmanlarni tarmoq qildi. Alloh birdir. Bir ilohdan boshqa iloh yo'qdir. La ilaha illalloh. Buva, Xandak urushida muhasira qancha kun davomlashdi? Muhasira 24 kun davomlashdi qizim. Bova, bu urushda musulmonlardan shahid bo'lganlar bormi? Shundoq o'g'lim, musulmonlardan 8 kishi shahid bo'ldi. Ularning orasida Said ibn Muazmu bor. Mushriklardan 4 kishi o'ldi. Bu urushda mushrik askarlarning soni ko'p bo'lsa-mu, ammo ko'p kishi o'lmagan bir urush hisoblanadi. Xandak ikki qo'shinning ro'baro urush qilishini to'sib qo'ydi. Shunga ko'p kishi o'lmadi. Shaharda dushmanlar bilan kelishim tuzgan munofiqlarning planini sug'uchilashdi. Ular shahardan chiqib ketdi. Musulmonlar deb rohat bir nafas oldi. Bu vaqtda Alloh taolo mundoq degan: mushriklar ochchig'idan qo'lini tishlab qoldi. Maqsadiga yetolmadi. Alloh mo'minlarni urushdan saqlab qoldi. Alloh kuchlidir, ulug'dir. Buning ma'nosi Alloh taolo musulmonlarni va ularning shahrini mushriklardan qo'g'didi. Aferin Fatima, to'g'ri tushunibsan qizim. Ali, endi biz masjidga borayli o'g'lim. Namoz shamni o'qib bo'lib dam olayli. Bo'ladi bova, mana men tayyor, hozirlamayli.